Qo'ylari 9,5 ming rupiyadan oldim o'zim. 9,5 ming afg'onidan. 150 dollar bo'ladi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugungi videomizda Afg'onistonda boqilayotgan qishloqda boqilayotgan mollarni, qo'ylarni sizlarga batafsil ko'rsatamiz. Mana bir akamizni 70-80 ta qo'ylari bor ekan. Yangi tug'ganlari ham bor ekan. Hammasini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Aziz do'stlar, agar videomiz yoqsa, videomizga bitta like, kanalimizga ham obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlardan iltimos. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz, yaxshiming? Xudoga shukr, baxayramsizlar, baxay keldinglarmi? Teklajon. Alhamdulillah. Adingiz nima? Adingizni tanishtirdingiz? Adim mening Xon keldi. O, Xon keldi. O, Shu qishloqlarmi ekanka? o menga mana To'qaydan Uluslar sho'rdepa. Qariy To'qaydan. O, mashallah, mashallah. Xon xo'jam bazan mana bilan yerimizning ustida mahalla saqlayish sho'rda. Dashkuder diye böyle. Ho, mashallah. Dashkuderda mana mahallamiz sho'rda saqlayib, cho'ponimiz sho'rda o'ldi. Bugün mana gün chiqdi. Mahalladan xabar olmaga ketdik. Oy, mashallah. Bu emasam o'ding, kiming bu qo'ylaring? Ha, bu mahalla o'rnamizdan ash. Oy, mashallah. Bu qo'yning adi nima bu? Bu qo'ylar bilan qatag'ani qo'yin deydi buni. Ha, qatag'ani. Ha, boshqalardan mana bular do'stlar qo'yin. Qadimiy bavakalarımızın qo'yinlaridan bular. Oy, mashallah. Ha, geçilerimiz o'zi vatani geçilerimiz emmete. Bu vatani bular ha, Afg'onistonning ichkilari. Afg'onistonning vatani ichkilaridan bular. Mana bir ekarim qaçırlar var. İçinde Pakistan, teket Pakistani, arıza çıklar. Qaysi bir taka bularni? Bunun tekesi, Erkakdanmi tekasi? tekesi var ha erkek. Teke 3 tane var. Ana teke bu. Ha, mana aziz do'stlar. Bu Pokiston echkisi deymiz buni. Hücum qiladi bu. Oho. Mana bu Pokiston echkisi. Xo'p, Xon aka, bular echkilar bozorga chiqarda qanchadan sotiladi mana shular? Bozorga chiqadi, shu echkilar hozir 5,5 ming, 6 ming rupiyadan oladi shu. 6 ming afg'onidan ha? 6 ming afg'ondan ketadi. Bir qo'lingizdan ko'rsatgan mana shu 6 mingdan ketadi, mana bu 10 mingdan. Shu echkini bu 7 mingga ketadi o'g'log'i bilan. Ha, 7 ming. O'g'gan bular. Yonida o'g'log'i nima deya? Buzoqcha. Ha, bu yonida buzoqchasi bilan 7 ming afg'oniga ketar ekan, ya'ni 100 dollar. 100 dollarga mana shu echki. Mana ular 2 tug'adi, 2 dan tug'adi. Lechkilar Ha. 7 mingga ketadi. Ha, mana bular ham 5 ming, 6 mingga ketadi mana bular. ha. Mana bu tekani so'zlar hozir 10 mingga ketadi. 10 ming afg'oniga. Ha, 10 ming. Ey, Mana bu maşallah. ikkita qata. Mana buni qatag'on qo'yi deymiz buni. Mana Afg'onistonda qatag'on qo'y deydi buni. Ya'ni 9 ming afg'oni. Hamir hisoblarga so'mi qancha o'li? 150 dollar bo'ladi. Bu hisoblar ko'ray. Ikkisini ham oldingiz shunga? 1,5 million. 1,5 million. Mana bular 1,5 million. doğacakmı bu? Ekizmi? Bu vataniy qo'ylar bunları 9 ming rupiya, 8 ming rupiyadan ketadi bu. Ha, 8 ming afg'ondan 9 ming afg'ondan oladi bular. Vataniy ekan. Bu Afg'onistonning o'z qo'ylari, bu Afg'onistonning qo'ylari. Bu ham Afg'oniston, bu tog'larda turadigan qo'ylar. Ha, tog'larda yashayotgan qo'y, qatag'on qo'ylar deymiz ha buni. Kavul tomonlarga bular. 1,5 million so'm. Mana aziz do'stlar, bular ham buzoqchalar. Boyaki qo'ylarni, echkilarni buzoqchalari hammasi. Mana ko'rganingizdek qancha bir chiroyli, mana qarang. Hammasi bir-biridan chiroyli. Mana. Bular u yerdan addina yotiriladi bu yerdan. Ko'p bo'lsa bosmasin buzoqchalarni deb, o'shaning uchun addina yotadilar bu yerda. Addina qo'yadilar. Mana maşallah qarang, bir-biridan chiroyli maşallah bularni qarang. Voy maşallah. Ko'z tegmadin ha naga? Nomi Xudo tufaylim. Nomi Xudo. Voy nomi Xudo bular ko'r. Mana buni buzoqchasi ekan mana. Mana bu echkining buzoqchasi ekan. Bu qo'ylar hammasi ham mana shu akaning qo'ylari bo'ladi. Mana ismi Xon aka. Agar Afg'onistonga kelsangizlar, To'qay qishlog'i so'yamiz. Inshaalloh mana mehmon qilaman deyapti. So'yamiz. Mana O'zbekistondan kelsangizlar inshaalloh musofirlikka
Mana qo'y so'yaman deyapti. Mehmon qilar ekan inshaalloh. Mana bular o'tgan kecha tug'ibdi bular. Ha, mana bu o'tgan oqshom tug'gan ekan. Yangi buzra. Maşallah. Mana bu yerda tovuqlar ham bor ekan, mana. Xo'rozlar ham bor ekan. Mana aziz do'stlar, Afg'oniston qo'ylarini ko'rsatganlar uchun mana Afg'oniston qo'ylari, echkilari mana bular. Mana buzoqchalarni qara, voy. Ana, baram. Quloqlar uzunmi? Ha. Mana qulog'i uzun, echki, buzoqcha. Maşallah. Mana Pokiston echkisi deymiz buni. Pokiston echkisidan. Mana quloqlari uzun echki. Akalar Pokistoni. Mana. Analari Xasak vatani deymiz. Ha. Ha, buzoqchalari ham quloqlar katta. Bo'ldi. Voy, bularni qara. Mana. Mana bir-biridan chiroyli buzoqchalar qaranglar. Pokistonning echkisi. Bular ham Pokiston echkilaridan ekan. Mana Afg'oniston kelsanglar inshaalloh, To'qay qishlog'iga kelsanglar, albatta mana shu yerga keltiramiz. Mehmon ham qilar ekan mana bu xon og'amiz, xon aka. Atma keling, kutib qolamiz, mehmon qilamiz. Mana qo'yni ya echkidan, ya bu uloqchalarni ya balilarni birdan so'yamiz. Inshaalloh. Ha, vaqt kelsangiz xush kelding. Rahmat akajon, Alloh rozi bo'lsin sizdan ham. 1,5 million so'mdan ketar ekan mana bu. Ana $150 yaqin qatag'on qo'ylari. Mana bular ham echki hammasi. Yana $100, $80 ana shunaqa atrofida ketadi mana bu qo'ylar ham. Echkilar. Mana ko'rganingizdek, hozir buzoqchalarni ham ko'rsatamiz hammasini. Ko'psi. Mana bu yerisi xonog'imizning dalasi ekan, bog'. Bular ham o'z yerlari bo'ladi mana bu yerlar. Mana bular olu deymiz bular. Olu qunduzi deymiz. Katta olu qiladi bular. Qora olu. Ha, yozda inshaalloh. Yozda. Inshaalloh mevalari pishsin, hammasini ko'rsatamiz. Yozda ko'rsatamiz hammasini. O'zingiz ekkanmisiz bularning hammasini? Bu daraxtlarni hammani o'zim ekkanman. Hey maşallah. Afg'oniston zurotlarga ham berdim bundan miyonlarni. Ha. Qolganlarni o'zim tayyor qildim. Va O'zbekistonga ko'k olmasidan ham bor, qattiq olmasidan. Qani qaysi bo'ladi o'n ko'k olma? Tomonga qaytilab qo'ydim ularni. Mana bu ham, bu nima bu? Bu asaldan buning uyasi. Ha. Hozircha yo'q bu. Arlar ketgan ha? Qishda ko'chib ketgan bular. Ha. Uyda bitta sandiq zamburimiz bor. Ha. Mana asalari ham saqlar ekan bu yerda, bog'da. Maşallah ko'z tegmasin. Bog'misan bog'. Va 7 raqam oluvimiz bor. Bu boshqacha oluv, u boshqacha oluv, ana ular boshqacha oluv. Hey Ular maşallah. shaptoli. Savurga pishadigan shaptoli. Ha, maşallah. Ko'z tegmasin. Ko'k olmasidan o'zim tayyor qilganman. İnşallah Bularni o'zim qaychi qilib qo'ydim o'slarni. yozda kelamiz xonog'a. Ha, internetda o'zbeklardan ko'rib, ancha tajriba to'plaqladim. Hey maşallah. O'zim qaychi qildim bularni. Hammasiga mana meva berayotgan shoxlarni qo'ydim. Ha. Bular hammasi meva chiqayotgan olmalar bular. Maşallah. Bular uzunmi? Bular uzun bular. Bu nima uzun bu? Nima uzun dedim. Uzun bor. Kishmishi bor, toypi bor, qora kishmish, oq kishmish. Uzumlarimiz hammasi har raqamdan bor. Har qator bir raqam uzum. Bular o'zingiz kesganmisiz hammasini? Ha, bular hammani o'zim kesib qo'ygan. Keyin yozda ko'p tutadimi bular kesgandan keyin? Kesmasa ko'p tutadi bular. Shoxalar sinib ketadi. Ixi keragidan ortiq tutadi bular. Ha. Mevasi Mevasi juda ham baquvvat bo'lsin deb kesib tashladik bular. mevasi juda ham ko'p bo'lar ekan. Shoxalari keyin sollanib ketar ekan yerga. Shoxasi osilib kesmasa. Mana bu oluv ham boshqa bir raqam oluv bu. Bular ancha yaxshi. O'zbekiston oluvsidan bu qora oluv. O'zbekistondan kelgan bular. Onalarimiz deylik, otalar deylik, naslimini O'zbekistondan kelgan.
Mana buni O'zbekistondan keltirgan ekan. Mana bu joydan payvand bo'lgan joyi. Aşağı xasaga olib, mana shu joydan payvand bo'lgan. Naycha payvand deymizlar. Payvand deydi. Payvandni bilsangizlar kerak. Mana bu O'zbekistondan kelgan ekan, naholi. O'zlari payvand qilgan ekan, qo'l payvandi. Ana buni ham o'zim. Bu nima edi bu? Olu. Olib pishganda inshaalloh hammasini batafsil ko'rsatib o'taman. Payvand qilganman mana bu joydan. Naycha payvand deymiz. Ha, Qo'lda payvand qilgan edik. maşallah. Buni hech nima qilmadik, hali qaytib qilmadik. Inshaalloh bu pishgandan keyin bizlarni kuzatayotgan podpисчикларga ham jo'natasizmi? Ha, aytman. Keling. Pishgandan so'ng keling, ko'rasizmi qanday tutishni, qanday Inshaalloh. hosil berishni ko'rasiz. Haddidan ko'p tutadi bular. Rahmat xonaga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat ma'lumot berganingiz uchun. Mana bular olimlarni ham olib qirqib turibmiz. Normal qirqib turgan. Hamma joy meva ekan, hamma joy maşallah. Mana bular nok, bu qatalarni. Nok qaysi bo'ladi buni? Mana bular nok. Ha, bular nok ha. Ey, maşallah. Baylab qo'yganmiz. Bir ko'p tutgan. Bishaning ektayi yo'qmi? Baylab qo'ygandik, hali yo'shmadik ham. Yo'shishga ulgurmadik. Hamma lattalarni yo'shib tashlaymiz buni. Ha, mana o'tgan yil juda ham haddan tashqari ko'p tutgan ekan. Shoxalari osilib qolgan ekan. Keyin buni baylab qo'ygan ipga. Shoxalari sinmasin deb. Hammasiga bitta tayoq turib baylab qo'ydik mana bularni. Mana bular hammasi nok ekan, nok. Ko'tarib bilmasdan. Mana bu amlik bu. Bu qatan hammasi amlik bu. Yoz oylarida kelamiz. Ha, bularni qirqib qo'ydim. Bularni olib o'takdan qirqib qo'ydim. Rahmat xonaga. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Mana bu shapkalarni ko'ring. Ancha yaxshi shapkalar savurga tushadi, yer tushadigan mana. Mana bu shapkalar yer tushadi. Mana bular ham shaftoli ekan. Afg'oniston injenerlardan, ziroatdan bitta injener 10 tüp, 8 tüp niyol berdi, baxshishi, to'pa berdi shuni. Ha. Ekdik, ancha yaxshi shaftoli tutdi, katta. Mana shaftolisi ham yaxshi ekan. Mana bu ham katta, ancha o'zi katta, yangi ham qizil shaftoli. Inshaalloh mana biz bilan qolinglar. Mana yoz oyida hammasini ko'rsatamiz mana shu mevalarni. 2 yillik niyollar bilan hali 2 ga, mana bu yil 3 ga kirib turibdi. Ha, 3 yil bo'ldimi? Ey, maşallah. 3 yilda ancha hosilga kirdi. Birinchi hosilni oldik. Mana bu yil ikkinchi hosilni olamiz. Ey, maşallah. Mana aziz do'stlar, bu hamma joy bog'. Bu xonavani o'z ekkan nihollari bo'ladi. Mana shunday kamolga keltirgan bog'larni. Yoz oyida odam bir-birini ko'rmaydi bu yerda. Bog' hamma joy yashillik, mevalar osilib turgan, uzumlar, shaftoli, hamma narsa bor ekan mana bu yerda. Mana hozir qirqyapti, ko'ramiz. Mana shunday qirqilar ekan. Qirqqandan keyin mevasi yaxshi tutar ekan buni. Sog'lom meva tutar ekan, yaxshi mevalar. Qaychini O'zbekistondan oladingizmi? Yo'q, Afg'oniston bozoridan oldik buni. Ha. Afg'onistonga zo'r bor bu qaychilarni. Ha. Mana tez ekan maşallah. Bo'li unda charchamang xonaga, bizlar ham qaytdik. Yaxshi qoling. Ha, rahmat ma'lumot berganingiz uchun. O'zini ham aloq qiladim, mevalarni yetkazib olmaydi, shuning uchun biroq qaychi qilamiz bular. Ha, rahmat akajon ma'lumot berganingiz uchun, hammasi uchun ham. Inshaalloh yozda kelamiz yana. Inshaalloh.